Endi bizga kerak bo'ladigani tarqiq holati ekan. Hop, tarqiq holati. 4 xil holatda mana tafhim o'qilar ekan ro'yimiz. Endi birinchi hukmi ro harfi kasrali bo'lganda, ya'ni roning o'zi mana kasroda kelganda. Mana karimun, karimun, rihun deganda biz roni tarqiq, ya'ni ingichka o'qir ekanmiz. Ikkinchi holati ro harfi sukunli bo'lib, undan oldingi harf asli kasroli bo'lsa va undan keyin harf istila harfi kelmasa debdi. Boya biz roni hukmlarida, tafhim hukmlarida o'tdik. Ro o'zi sukunli bo'lib, undan oldingi harf kasroli kelib, undan keyingi harf, ya'ni rodan keyingi harfimiz istila harfi kasrosiz kelgan istila harfida biz roni yo'g'on o'qidik. Endi bu yerda ro sukunli, undan oldingi harf kasroli, ya'ni asli kasroli. Asli kasra degani o'zini nimasida bor. Harfni o'zi asli harfi bor degani. Ya'ni mana fa harfimiz kasroda kelyapti. Asli kasroda, undan keyin harf istila harfi kelmasa. Ya'ni agar istila harfi kelib qo'ysa edi, mana bu fir'auna, fir'auna deb o'qiymiz. Agar mana bu 3-chi harfchamiz istila harfi bo'lib qolsa edi, fathali bo'lib, unda yo'g'on o'qirdik. Yo'g'on o'qidik. Mirsoda deb yo'g'on o'qirdik. Endi bunda istila harfi kelmasligi kerak sharti. Ro sukunli, undan oldingi harf kasroli, undan keyingi rodan keyingi harfimiz istila harfi bo'lmasligi kerak ekan. Endi 3-chi holatimiz ro sukunli bo'lib, undan oldin istifal harfi ham sukunli va undan oldingi harf kasrali bo'lganda debdi. Demak, mana ro harfimiz sukunli, undan oldingi harf sukunli istifal harfi bo'lsin. Agar istilo harfi bo'lib qolsa nima bo'ladi? Rodan keyin ro sukunli, undan oldingi harf istilo harfi sukunli bo'lib qolsa, bu mana bunga kirib qoladi. Tafhim va tarqiq o'qilishi joiz bo'lgan holatiga kirib qoladi. Lekin bizda shartimiz istifal bo'lishi kerak ekan. Ro sukunli, undan oldingi harf istifal harfi, ya'ni ingichka o'qiladigan harf bo'lishi kerak ekan. Undan oldingi harf kasrali. Mana hijr, qodir. Endi 4-chi holatida ro harfi sukunli bo'lib, undan oldin lin kelsa, boya aytdik-ku, roni tafhim joyida ro sukunli, undan oldin yadan boshqa harf sukunli bo'lishi kerak dedim-ku, tafhim o'qilish holatida. Endi agar ya kelib qolsa-chi, mana ro sukunli, undan oldingi harf ya keldi, undan oldingi harf fathali keldi, ya'ni lin bo'lib keldi ya harfimiz. Unda ro yo'g'on o'qiladi. Lekin tafhim ko'rinishida ro sukunli, undan oldingi harf yadan boshqa harf sukunli, undan oldingi harf fathali bo'lganda biz roni tafhim o'qirdik, ya'ni 3-chi ko'rinishi edi. Bu endi agar ro sukunli, undan oldingi harf ya lin harfi bilan kelsa, ya'ni lin sifatida bo'lib kelsa, roni ingichka o'qir ekanmiz. Xoyr, la doyr. Misol uchun mana misollari. Endi 2 xil holat ham joiz holat ko'ramiz. Tafhim ham, tarqiq ham o'qilishi joiz bo'lgan holat. Birinchi ko'rinishi. Agar sukunli rodan oldin kasra kelsa. Mana ro sukunli, oldin kasra keldi, fa harfimiz kasroda keldi. Undan keyin istilo harfi kasroli bo'lib kelsa. Endi qarang. Agar ro sukunli bo'lib, undan oldingi harf kasroli bo'lib, rodan keyingi harf istilo harfi bo'lmaganda edi, mana bu ko'rinish bo'lib qolardi. Ya'ni roni tarqiq 2-chi ko'rinishi bo'lib qolardi. Agar ro sukunli, undan oldingi harf kasrali, undan keyingi harf istilo harfi, ya'ni yo'g'on o'qiladigan harf fathali bo'lganda biz tafhim o'qirdik. Endi bunda aytayaptiki, undan keyin istilo harfi kasrali bo'lib kelsa. Kasrali, agar fathali yoki dommali bo'lganda roni tafhim o'qirdik. Mirsoda, mirsoda boya
shuni aytib o'tdimi. Endi bu holatida istilo harfi kasroli bo'lib keladi. Ro sukunda, undan oldingi harf kasroda, undan keyingi harf istilo kasrali bo'lib kelsa, tafxim va taqiq o'sha o'qilishi joiz. Mana firqin kattavud, firqin kattavud. Ammo bu kalimada sukun bilan vaqf qilinsa, ya'ni mana shu joyda to'xtasak, firqa deb to'xtasak, mana bu joydan ulab qo'ydik, misol uchun nafasimiz yetmay qoldi, mana shu joyda to'xtab qoldik, firqda to'xtab qoldik. Ro harfi tafxim o'qiladi deyilyapti. Chunki bu yerda taqiqiy hukm bekor bo'ladi, ya'ni qof harfining kasrasi oriz sukun sababli yo'qoladi. Ya'ni qofning tanvin kasrosi tushib qoldi. Qof harfi yo'g'on bo'lgani uchun ro harfi ham tafxim o'qiladi agar shu joyda to'xtasak, vaqf qilsak. Agar qo'shib o'qib ketsangiz, tarqiq o'qiysiz. Firqin kattavud. Buni sababi kasrosi borligi edi. Agar shu yerda to'xtasak, oriz tanvin kasrosi tushib qoldi. Firqa deb to'xtadik. Bunda rodan keyin istilo harfi hech qanday harakatsiz kelganligi uchun, ya'ni oriziy sukun qo'yganimizda harakatsiz bo'lib qolgani uchun roni biz ham yo'g'on o'qiymiz. Agar qo'shib vasl qilib o'qisak, ingichka o'qiymiz. Endi hop o'chiramiz. Keyingi holat, ikkinchi holatida vaqfda deyilyapti bunga ham. Vaqfda deyilyapti. Oriz sukunli ro harfidan oldin sukunli istilo harfi kelsa, ya'ni vaqf bo'lishi kerak. Ikkalasi ham mana vaqfda bo'lishi kerak. Sukunli istilo harfi kelishi kerak. Ro sukunli, undan oldingi harf istilo harfi sukunli va undan ham oldingisi, ya'ni 3-harfi kasroli bo'lsa, roni tafxim ham, taqiq ham o'qilishi joiz ekan. Misr, al-qitr deganimizda. Lekin Imom Ibn al-Jazariy ulab o'qishda, ya'ni vaslda deyaptilar. Vasl qilib o'qisak, misro yoki al-qitri, qitori deb o'qisak, biz unda qanday o'qiymiz? Misro kalimasida yo'g'on o'qirkanmiz. Agar vasl qilib o'qisak, sababi roda fatha borligi. Agar bu qitorini vasl qilib o'qisak, keyingi oyatga ulab o'qisak, tarqiq o'qiymiz, chunki roda kasro borligi sababi. Endi agar ulab o'qilsa, misro kalimasidagi ro fathali bo'lgani uchun tafxim, qitri kalimasidagi ro kasroli bo'lgani uchun tarqiq o'qilar ekan. Agar to'xtasakchi, Misr, al-qitr, Misr, qitr. Bunda ikkalasini ham o'qish joiz. Xohlang, o'sha tilingiz kelishiga bog'liq tafxim o'qiysiz, xohlang tarqiq o'qiysiz. Lekin ulab o'qishda Ibn al-Jazariy aytgan qo'llanmaga qaraymiz. Xo'p. Qamar surasini oyatlarida kelgan nima ekan? Nuzuri kalimasida ya harfi tushirib qoldirganligi sababli bu kalimada vaqf qilinsa, ro harfini tafxim va taqiq ham o'qish joiz. Ya'ni nuzur deb yo'g'on o'qishimiz ham joiz ekan, nuzur deb ingichka o'qishimiz ham joiz ekan, chunki so'zni asli o'zagida ya harfi bo'lgani uchun. Fajr surasidagi yasri kalimasida asli o'zagida ya harfi tushirib qoldirganligi sababli bu kalimada vaqf qilinsa, roni tafxim ham taqiq ham o'qish joiz. Ya'ni ikkalasi ham bo'ladi. Xohlang yassur deb o'qing, xohlang yassir deb o'qing. Degani bu, mashalloh.
Xo'p.